Bu bola bolaligida doim zaif va kasalmand edi. U doim kasal bo'lardi. Bir kuni esa skarlatina bilan og'rib, chap qulog'i eshitmay qoldi. U o'ziga tortilgan tinchgina bola edi. Soatlab o'zicha nimadir kuzatib yoki shug'ullanib o'tirardi. Oddiy bolalarda esa bunga sabr yetmasdi. Hozirgi kunda shunday bolalarga ko'pincha autizm degan tashxis qo'yishadi va go'yoki ular umrining oxirigacha biror narsa qilishga yaramaydi deb hisoblashadi. Shuning uchun ham ota-onasi kichkina Tomasni maktabga berganidan bir necha oy o'tgach u uyga bir xat olib keladi. Onasi ko'zida yosh bilan bu xatni ovoz chiqarib o'qiydi. Sizning o'g'lingiz dahosi bor bola, bu maktab esa unga juda torlik qiladi. Bu yerda uni o'qita oladigan o'qituvchilar yo'q. Iltimos uni uyda o'zingiz o'qiting. Yillar o'tib onasi vafot etgach, Tomas Edison o'sha paytga kelib zamonasining eng buyuk ixtirochisi bo'lgan oilaviy hujjatlarini ko'zdan kechirayotib o'sha eski xatni topib qoldi. U xatni ochib o'qidi. Sizning o'g'lingiz aqli zaif bola. Biz uni boshqa bolalar bilan birga o'qita olmaymiz. Shuning uchun uni uyda o'zingiz o'qiting. Edison uzoq yig'ladi. So'ng kunlik daftariga shunday deb yozdi: Thomas Alva Edison aqli zaif bola edi. Ammo uni sevgan va ishongan onasi tufayli o'z zamonasining eng buyuk daholaridan biriga aylandi.